bir xonani narxida 2 xonali uyimiz ijaraga beriladi. Assalomu alaykum akalar, bugun sotuvda kanal obunachilari. Bugun sizlarga bitta uyimizni obzor qilib ko'rsatib beramiz. Bu uyimiz ijaraga beriladi. Xo'p, uyimizning afzallik tomonlarini, ichidagi sharoitlarni ko'rib turibsizlar. Mana konditsioner bor. Hozirgi kunda eng muhim narsa bu konditsioner va televizor ko'rasizlar. Televizor ham kichkina televizor emas. Xo'p, mana bu yoqda spalni joylashgan. Bemalol kelib, mana shu yerda dam olsanglar bo'ladi. Demak, ko'ryapsizlar, mana kattaligidan bitta uyimiz 2 xona qilingan. Mana hozir bu yoqda ko'rishinglar mumkin. Mana o'zining kreslolari bor. Bu yoqqa chiqadigan bo'lsangiz, sanuzorlari joylashgan. Mana ko'rishinglar mumkin sanuzorlarni ham. Chiroyli, akkuratni. Hop, endi bu yoqqa o'tadigan bo'lsa, mana ko'rishinglar mumkin oshxonalarini. Chiroyli, vid zo'r berib turibdi. Mana bu yoqda ko'rishinglar mumkin kir mashinalari, gaz plitalari, xolodilniklari, bu yoqda skladlar joylashgan. Kichkinagina ko'rsatib o'tib ketaman. Mana ko'rishinglar mumkin. Xo'p, bu uyimizga kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlarga har doimgidek qo'ng'iroq qilishinglar mumkin. Bizning kanalimizga obuna bo'lib, bizani kuzatishda davom etinglar.